Assalomu alaykum. İşte kahramanlarımız ular bizga xususan mas'ullar musobaqalarga yo'lama yubordilar. Ular bizga ustozlik o'yinlar olishgan, ularga sertifikat olishgan. Ular bizga ustozlik qahramonimiz. O'shanda Garovga ham bor. Sizni поддержка. Albatta. Yana faoliyatimni boshlamoqchiman. Xudo xohlasa endi Toshkentga yana borib faoliyat yuritmoqchiman. Mana qaynonalarim olib keldim, oyijonimlari. Bularni qiziqtirdim. Ruxsat berishdi. Ustoz endi hozir sizda nechta qo'yin bor, nechta o'rtoqlaringiz bor? Nima o'yinim kurslarni bor. o'rgandingiz? Ustoz o'zi nima loyiha bu? Ustoz zamonaviy kasblarni o'rgatuvchi ilova va bunda har bir yoshdan qat'iy nazar xohlagan zamonaviy kasblarni bepul o'rganish Shu mumkin. zamonaviy kasbga bir tushunarsiz-da. Aytinglar sohalarni. Misol uchun, shaxsan o'zim HR sohasini o'qidim, o'rgandim va hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Zarbazar masjid texnika do'konida ishlayapman. 6 million oylik ham olyapman. Shu To'raqo'rg'on turibman. Ya'ni agarda bu sohani yaxshi o'rgansa, o'zining sohasi zo'r bo'lsa, shu oyligini ham olsa bo'ladi. Undan tashqari Canva, yana nutqlik, HR, yana karyera, mobilografiyada albatta Yoshni yaxshi ko'radigan kasblardan bittasi. Albatta, o'shalarni o'rganib, o'zimning sohamda foydalanaman. Bepulmi? Albatta, bepul. Shaxsan o'zim foydalanaman va hammaga tavsiya beraman. Bitta ko'rsatingchi profilingizni, ko'rsating. Undan faqat unda mana portfolioda ham juda ham faolman. 5-o'rindaman. Hozir nimaga Butun O'zbekistonda 5-o'rindamiz. Albatta, portfolio Wi-Fi dan bo'yicha. foydalanyapsizmi? O'zim internetimda ham, Wi-Fi'da ham Bularda hozir 20 mingta like yigitlar profillarda. 5-o'rindaman. Albatta. 9354 ta tangalaringiz bor. Albatta. Qolgani, lekin sovg'alar Nima yurtsiz shu tangalar evaziga? Lekin yo'q, hozir tanga yig'yapman faqat. Nimagaki qat'iy yutuq qo'yilgan. Shunga harakat. Undan tashqari targ'ibotchilik yo'nalishida ham 4-o'rinda turaman. Ya'ni bu loyihani so'zayai o'zimning tanishlarimga, do'stlarimga, obunachilarimga, Instagramda ham 10 mingdan ortiq obunachim bor. Obunachilarimga targ'ib qilib, ularni ham qiziqtirib, targ'ibotchilik sohasida ham 4-o'rinda turibman. Juda ham zo'r. Chunki o'zim foydalanaman, o'zim manfaat ko'rganim uchun boshqalarga ham tavsiya beraman. Misol, o'zimni ishlayotgan joyimda ham buxgalteriya sohasida ishlaydigan qizlarimiz bor. Buxgalteriya kurslari qo'shilgan. O'shalarni ham buxgalteriya qizlarimizga, bolalarga tavsiya qilib, ular ham hozir shu buxgalteriya kurslarini o'qishyapti. Shaxsan o'zim o'qiyapman. Va taklif Biz ustozligimizga g'olibmiz. Yoshlar vechasida ustozlik hamkorligida firibgarlik musiqasini influenserlar bo'lganlar ustozligini ilovasidan foydalanib o'z startaplarni yaratishgandi. Va shu g'olibimiz smartfonga qo'yganlar Tanga yig'ibda. sertifikat olganlar, silver sertifikat orasida 5 smartfon qo'yganmiz. Sertifikat olgan orasida